bu modelimizni ham ko'ringlar. Eng yaxshi ko'rgan modelim. Rostdan ham zo'r. Qaranglar, juda ham chiroyli turadi. Mana ular bor, vashshi olibda turib boradi. Mana hozir kapushonni tortsangiz bunaqa bo'lib ixcham, katta kichik bo'laveradi. Xullas kapushoni bilan materiali ham zo'r, cho'ntaklari ham bor. Yenglarning uchini ham zo'r qilib rezinkali qilib chiroyli qilib qo'ygan. Keyin mana ploshovka emas, haqiqiy yerlik, toza materialdan, ichlari ipaklik, ichlari pux, yunglari, mana yoqalari hammasi tulki yoqa. Maza qilib kiysanglar bo'laveradi. Issiqligi ham juda ham issiq do'stlar. Juda ham issiq. Bu cho'kka suveti. Ikkita qora, bitta cho'kka suveti qoldi. Mana zamoyini tortganingizda mana shu holatda bo'ladi. Juda ham chiroyli turadi mana shu zamoyini tortganingizda ham. Ikkiga mana puxini yechib qo'yib kiysangiz ham kapushoni juda ham chiroyli, yoqaga o'xshab turadi. Hali chiroyli, zo'r yoqa bo'lib turadi. Xudo xolasa ulgurib olinglar. Qaranglar. Haqiqatdan qaranglar. Odamning ehtiyojiga zo'r, so'qatmasin, kasal bo'lmasin degan qilib zo'r qilib chiqarib qo'ygan ekan. Men haqiqatdan ham ta'm berib yordim boru. Bu chiqargan kukkalariga. Vobshe maza qilib borasizda, buni qarang. Orqalarini ham qarang. Chiroyli ishlab qo'yganda, buni qarang turishini. Uzunligi mana shu holatda turadi mana do'stlar. Mana shu holatda turadi. Buni qarang. Hamma yo'g'ini dona gulliga keltirib ishlab qo'ygan. Puliga 2 martalab arziydi-da bu. Hop, bular narxlar faqat bizda. Boshqa hech qayerdan topa olmaysiz. Men o'zim Instagramda ko'rib bir qator tekshirdim. Alhamdulillah, Xudoga shukr. Juda ham nima deydi? Endi kimgadir bunaqa to'yiladi, kimgadir bunaqa. Eng arzon, juda ham arzon o'zimiz beryapmiz ekan. Atrofni ko'rdik-ku, o'zgarmadi fikrimiz. Mayli, bir qator shayton sanam qimmat sot dedi. Yo'q, men qimmat sotmayman. Bo'ldi, bitta gapirdim, o'sha $130 dan bo'ldi, boshqa o'zgartirmayman dedim. Rasa aqa-vaqa qilib vasvas qilib ko'rdi. Yo'q dedim. Shunaqa narsa borki, esimizda qolganki, insonni nafsi emas, inson nafsini boshqarish kerak. Nafs insonda emas, inson nafsini boshqarish kerak. O'shunda hech qachon yutqizmaysiz. Like-da ayamanglar. Maksimal darajada kimga kerak bo'lsa jo'natib qo'yinglar. Telegram guruhimizga kiringlar, olinglar, maza qilib kiyinglar. Rahmat, sog' bo'linglar.